Bu video dersimizde biz 35. Topik 2 imtihoni ilgi bölümü 5 dan 8 gacha testlarini ko'rib chiqamiz. Demak, sharti quyidagicha. Taymin muosatihan kirinji ko'rish bichim. Quyidagi nima haqida matnligini toping va har biriga 2 balldan beriladi. Ya'ni bizda reklama mazmunidagi matnlar bor. Shu nima haqida ligini topishimiz kerak. Bu yerda asli ishlash quyidagicha bo'ladi. Ya'ni matnning to'liq tarjimasi muhim emas. Ichidan bitta yoki ikkita fe'l so'z turkumini topsak, o'sha javobga kalit bo'ladi. Lekin tahlil qilishda iloji boricha 100% tarjima qilishga harakat qilaman. Demak, 5-inchisi nalmada seroun sesangil ingninde. Har kuni seroun yangi dunyoni o'qiysiz. Mana o'qimoq degan so'z. Sesangil poninun dunyoni ko'radigan ko'z. Demak, o'qimoq degan so'z mana shinmun gazeta degan so'zga kalit bo'ladi. Javob 1. Sajon lug'at, shige soat, yonpil qalam. Yani dunyoni ko'radigan ko'z bu gazeta bo'ladi. Ya'ni o'qisangiz ma'lumot olasiz. 6-chi testimiz apiseyo, chamjimaseyo. Apida degani og'irmoq, ya'ni og'riyapsizmi, kasalmisiz? Chamda degani sabr qilmoq, chamjimaseyo sabr qilmang. Sabr qilmang. Sangdam puto susul kaji chinjoragi tova tirigisimda. Sangdam maslahatdan operatsiyagacha mehribon holatda sizga yordam beramiz. Chinjorada mehribon. Bizga kalit narsa apida va susul. Ya'ni og'irmoq va operatsiya so'zlari. Hakvon o'quv markaz, Pyongyang kasalxona, demak javob 2 ekan. Pangmulgwan muzey, Tesagwan elchixona. 7-chi testimiz quyidagicha. Ya'ni supeso punin shivonan param. Sup degani o'rmon, ya'ni o'rmonda yoki o'rmondan. Pulda degani esmoq, punin degani esadigan yoki esayotgan, shivon ham salqin, shamol, param degani shamol. Supeso sanin kivyoun tongmul. O'rmonda yashayotgan yoqimtoy hayvonlar. Kivyoun degani yoqimtoy. Yoqimtoy. Ya'ni chiroyli hayvonlar ma'nosida. Supi opsojimyon i modin go'shi opsojimnida. Ya'ni o'rmon opsojida degani yo'q bo'lmoq. O'rmon yo'q bo'lsa agar i modin go'shi bu barcha narsalar yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni barcha narsa nima desa, shamol, hayvonlar, daraxtlar, tabiat. Shunda nima mazmunda desa, Hwangyong Pohon atrof muhitni himoya qilish. Kongwon Sogen bog'ni tanishtirish. Nalshi Chongbo ob-havo ma'lumoti. Yoheng Kehvek sayohat rejasi. Bilib turibsiz, mana atrof muhit haqida gapirildi. Javob 1. Ya'ni atrof muhitni himoya qilish. Va oxirgi 4-chi testimiz quyidagicha bo'ladi. Kungimhashin jomin Soul Hojangpum homepage koge keshpani namga cho'shibshon. Ya'ni kungimhada degani qiziqmoq. Ya'ni birorta so'raydigan narsangiz bor bo'lsa, chom degani asli nuqta, tomon, taraf ma'nosida keladi. Ya'ni qiziqqan jihatingizni yoki narsangizni. Soul Hojangpum homepage. Ya'ni Seul kosmetika do'koni veb-sayti. Kogek keshpan. Xaridorlar kogek degani mijoz ma'nosida keladi. Keshpan e'lonlar taxtasi. O'sha joyga namgyo cho'shibsho. Qoldiring. Ya'ni fikringizni qoldiring. Savolingizni qoldiring. Sangdam von gva tongvaril von hashimyon kong pal kong ku pal chil yuk o sa sam iro chonhvay cho'shibyon. Ya'ni sangdam von maslahatchi bilan tonghva degani aloqa, ya'ni bog'lanishni xohlasangiz shu raqam ga chonhvay cho'shibyo telefon qiling. Sangpum anne mahsulot haqida ma'lumot, mojib anne yig'ish, to'plash ma'lumoti, mune pangbob murojaat usuli, sayong pangbob foydalanish usuli. Bu yerda murojaat haqida gapirilyapti. Javob 3 bo'ladi. Ya'ni shu kishiga telefon qiling ma'nosida murojaat bo'ladi. Javob 3. Bu 35-topik 2 imtihoni ilgi testi 5 dan 8 gacha tahlili edi. Yaxshi tushundingiz degan umiddaman.